Dasturimiz davom etadi. Azarbayjonda start olgan Mustaqil Davlatlar Hamdo'stligi sport o'yinlarining rasmiy ochilish marosimi bugun Ganja shahrida bo'lib o'tadi. Ma'lumot uchun 3-bor tashkil etilayotgan ushbu musobaqada O'zbekiston delegatsiyasi 261 nafar sportchi bilan ishtirok etmoqda. Jarayonlarda bevosita ishtirok etayotgan muxbirimiz Nuriddin Mirzaboyev so'nggi yangiliklar haqida bizga xabar qiladi. Ayni paytda biz Ganja shahridamiz. Bu yerda bugun Mustaqil Davlatlar Hamdo'stligi o'yinlarining tantanali ochilish marosimi bo'lib o'tadi. Ochilish marosimi Ozarbayjon vaqti bilan soat 19:00 da bo'lib o'tadi. Ushbu tadbirlarda dunyoning 9 ta asosiy, 15 ta taklif etilgan mamlakatlardan kelgan yuqori martabali insonlar, delegatsiya vakillari, sportchilar ishtirok etishi kutilmoqda. O'zbekiston sport delegatsiyasining yana bir qismi jadval bo'yicha musobaqalarda qatnashish uchun Ozarbayjonga yetib keldi. Taekvondo, sambo, voleybol, boks bo'yicha jamoalarimiz tantanali kutib olindi. Ayni paytda guvoh bo'layotganingizdek, O'zbekiston delegatsiyasining bir qismi Ganja shahriga yetib keldi. Orqamizda turgan delegatsiya a'zolari bu voleybolchilarimiz hisoblanadi. Biz Toshkentda yaxshi tayyorgarlik ko'rdik. Eng sara o'yinchilarimizni musobaqa uchun tanladik. Mashqlar yaxshi bo'ldi. Sportchilarimiz musobaqada buni natijasini ko'rsatishadi deb umid qilamiz. Katta masshtabdagi musobaqa, sportchilarimizda raqib jamoalarning o'yinlarini ko'rib, xulosa chiqarishga yetarlicha vaqtlari bor va yaxshi o'yin ko'rsatishiga ishonaman. Rossiya, Belorussiya kabi kuchli jamoalar ham bor albatta. Aytish joizki, Mustaqil Davlatlar Hamdo'stligi o'yinlariga mezbonlik qilayotgan arenalarda tayyorgarlik ishlari yakunlanib bo'ldi. Ozarbayjonning Ganja, Gabala, Sheki, Vyogel, Yevla, Xankidi va Mingechever shaharlaridagi sport arenalarida sportchilar 12 ta maydonda 23 sport turi bo'yicha medallar uchun kurashga kirishdilar. Eslatib o'tamiz, ochilish marosimi Toshkent vaqti bilan bugun 20:00 da bo'lib o'tadi. Dasturlarimizning keyingi sonlarida batafsil ma'lumotlar berib boramiz. Nuriddin Mirzaboyev, Abdulahad Abduvahobov, Hudud informatsion dasturi uchun Ozarbayjonning Ganja shahridan.